Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Bugun darsimizni yana pedagogik mahorat bo'yicha davom ettiramiz. Albatta bu ma'lumotlar sizlarga To'xtaxo'jayeva kitobidan taqdim etilmoqda. Albatta endi sizlardan YouTube kanalimizga obuna bo'lish va like bosib qolishni so'rab qolaman. Demak, darsimizni davom ettiramiz. Avvalgi darslarimiz ham YouTube kanaliga joylangan. Ularni ham ko'rishingizni maslahat beraman. Albatta ular ham sizga foydali bo'ladi. Chunki bu yerda pedagog mahorat bo'yicha darslar va kasb standarti bo'yicha ham darslar YouTube kanaliga joylangan. Ya'ni o'zi aslida o'zingizning faningiz bo'yicha 35 ta bo'ladigan bo'lsa, kasb standarti bo'yicha 5 ta. Demak, siz o'sha videolarni ko'rsangiz, ya'ni kasb standartidan albatta 5 ta topishingiz imkoniyatiga egasiz va mana bu videolar esa pedagog mahorat, ya'ni 10 ta savol tushadigan bo'lsa, 10 ta savoldan ham 10 ta topishingiz imkoniyatiga albatta siz imkoniyatni qo'lga kiritasiz. Demak, videoni darsimizni boshladik. Xo'p, To'xtaxo'jayeva kitobidan dedik va hozirgi kunda zamonaviy o'qituvchidan quyidagilar talab qilinadi. Ya'ni qaysi desangiz, mana bu rollar. Birinchisi o'quv kurslarining dizayneri. Demak, qarang, o'quv kurslari dizayneri deyilganda siz topishingiz kerak bo'lgan narsa bu o'quv kurslarining yaratuvchisi ekan. Va keyingisi esa facilitator bo'ladigan bo'lsa, o'qitish metodlari bo'yicha maslahatchi. Tutor esa o'quv kurslarini interfaol taqdim etish bo'yicha mutaxassis. Va keyingi to'rtinchisi esa invigilator. Ta'lim natijalarini nazorat qilish. Demak, qarang, 4 ta ekan. Demak, hozirgi kunda zamonaviy o'qituvchidan talab qilinadigan narsa bu. Ya'ni rollar asosan, narsa demaylik, rollar asosan 4 ta ekan. Birinchisi dizayner ekan. Bu albatta o'quv kurslarini yaratuvchisi. Facilitator ikkinchisi esa bu maslahatchi ekan. Keyingisi tutor bo'ladigan bo'lsa, o'quv kurslarini taqdim etish bo'yicha mutaxassis ekan va to'rtinchisi esa invigilator bo'ladigan bo'lsa, ta'lim natijalarini nazorat qilish bo'yicha bu ham mutaxassis ekan. Xo'p, ana keyingisiga o'tamiz endi. Refleksiya turlari. Refleksiya turlari ham 4 ta. 4 ta refleksiya turlari bor ekan. Birinchi o'rinda biz bilishimiz kerak bo'lgani bu intellektual refleksiya. Ana endi bu endi qoidasi muammolarni fikrlash asosida ijobiy hal qilishni belgilaydi. Demak, qarang, intellektual refleksiya deganda muammolarni ijobiy hal qilish asosida kechadigan bu jarayon ekan. Keyingisi esa shaxsiy refleksiya bo'ladigan bo'lsa, o'qituvchining nizoli, ya'ni qarang, konfliktlar, pedagogik ziddiyatlardan janjalsiz chiqishni fikran izlash asosida bartaraf qilishni ta'minlaydi. Ya'ni shaxsiy refleksiya deganda nizoli vaziyatlarni o'qituvchi janjalsiz chiqishni fikran izlagani bu shaxsiy refleksiya ekan. Janjalsiz. Va uchinchi turi esa kommunikativ refleksiya. O'z-o'zidan qarang, kommunikativ deyapti. Bu muloqot. Muloqot jarayonida sheriklarining o'zaro bir-birlarini tushunib, munosabat qilishi tushuniladi. Demak, kommunikativ deganda albatta o'zaro muloqot tushunilar ekan sheriklar bilan. Va to'rtinchisi esa kooperativ refleksiya. Jamoa a'zolarining birgalikdagi o'zaro muntazam mehnat faoliyatlarini muvofiqlashtirish bilan bog'liq bo'lgan faoliyat. Ya'ni boshqacha aytadigan bo'lsak, kooperativ deganda jamoa a'zolarining birgalikdagi o'zaro hamkorligi tushuniladi. Buni sizga osonroq bo'ladigan bo'lsa, kooperativ jamoa a'zolarining birgalikdagi o'zaro hamkorligi. Kommunikativ deganda sheriklari bilan bo'lgan o'zaro muloqot. Shaxsiy refleksiya degan paytda esa albatta o'qituvchi biror bir nizoli vaziyatlarda janjalsiz chiqishni izlashi bo'ladi. Intellektual refleksiya deganda esa muammoni fikran ijobiy hal qilishni ta'minlovchi refleksiya turi. Demak, mana 4 ta refleksiya turini bilib oldik. Va keyin 4 ta o'qituvchining bajarishi kerak bo'lgan rolni ham o'rganib oldik. Va ana endi sizga test
Mana bu testni ishlagan holatda o'z javoblaringizni kommentariyaga yozib yo'llaysiz. Men esa albatta javob qaytaraman. Birinchisi buni qarang, sizdan yangi onlayn kurslarni ishlab chiqish so'raldi. Sizdan yangi onlayn kurslarni ishlab chiqish so'raldi. Ya'ni bu sizning qaysi rolingiz? Tutor, invigilator, fasilitator, o'quv kurslar dizayneri. Va ikkinchisida dars davomida talabalar o'zaro faol muloqotda bo'lishlari uchun siz muhokama guruhlari va rolli o'yinlar tashkil etdingiz. Bu ham sizning qaysi rolingiz? Va uchinchisi to'rtinchisi va keyin to'rtta ham mana shunaqa. Fasilitator, tutor, invigilator, o'quv kurslari dizayneri. O'z javoblaringizni kommentariyaga yozib yo'llaysiz. Agar videosiga manzur kelgan bo'lsa, like bosishni, obuna bo'lishni unutmang.